Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, xayrli kech. Avvalo kirib kelgan 2026-yil hammaga qutlug' kelsin, hammaga barakali, omadli kelishini tilab qolaman. O'rtoqlar, kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Men Rossiyadan turib video qo'yib boryapman. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa, yaxshi-yaxshilar uchun foydali xabarlarni, videolarni qo'yib boramiz. Albatta videolarimizga like bosishni unutmang. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, qanaqa savollarning bo'lsa kommentariyaga yozib ketishni ham mumkin. O'rtoqlar, hozir mana 2026-yil kirib keldi, уже 1-yanvar. Kim biladi yana qanaqa zagonlar, qanaqa qonunlar chiqishi mumkin. WhatsApp o'chadi deyapti. Endi yana xudo biladi nima bo'lishini. VPN ishlatish taqiqlanadi deyapti. Migrantlar uchun deyapti. Yana qanaqa xabarlar bo'lsa, albatta qo'yib boramiz. Video qilib kuzatib boringlar. Kuzatayotganlarga katta rahmat. Dushi sizlar uchun xudo xolasa qo'ldan kelgancha videolarni chiqarib boramiz. Hammaga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.